turmushingizdan qat'iy nazar 1% ni oladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra O'zbekiston aholisining 33% bankomatlardan foydalansa, Amerika Qo'shma Shtatlarida 48% aholi, Rossiya Federatsiyasida 70% aholi foydalanadi. 2018-yildan davlatda ishlamaydigan shaxslar shaxsini tasdiqlovchi hujjat bilan bankdan plastik kartochkalar ochish imkoniyatiga ega bo'ldilar va ularning shu bugungi kunga qadar 14% kishini tashkil etmoqda. Bankomat dasturiy texnik kompleks bo'lib, avtomatlashtirilgan tarzda pul mablag'larini berish va qabul qilishga mo'ljallangan. Shuningdek, bankomat orqali tovarlar va xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirish, tegishli operatsiyalarni tasdiqlovchi hujjatlar tayyorlash imkoniyati mavjud. Bankomatni prosta wow. Ishimni tez va oson bo'lishingiz mumkin. Plastik kartadan foydalanish zo'r. Aholi uchun qulay plastik kartalar va har qadamda yaxshi sharoitga ega bankomat uylari ko'pchilikni og'irini yengil qilmoqda.